Qaranglar akalar, shu mahallaning ichidan hech qanaqa orqaga burmasdan shu joyda o'zida nazorat qilib beraman. Bitta ko'ringlar. Fica de quatão, vem de quatão, vem de quatão, Mana qanaqa qilib qilishni ko'rsataman. Rulovning pindigini chap tomonidan shunday qilib chiqarganinglarda shayba bilan stopper turadi. Shu shayba ruloga qadalib chapga burilishini to'xtatib qo'yadi. Shayba bilan stopperni polni olib tashlab turib qatiriladi, chotki bo'ladi. Mana shu xuddi shu holatda teriladi. Endi bitta burilishni ko'ringlar. Mana o'zingizlar ko'rishingiz mumkin. Balon hech ketga tekkani yo'q, kuzovga ham tekkani yo'q. Bu yerdagi richaylarga ham tekkani yo'q. Balonning razmeri 12 bo'lganligi uchun stopper bilan shaybani polni olib tashladim. Sizlarda 13-14 balon bo'ladigan bo'lsa, shaybani zavodskiy joyidan boshqa joyga ko'chirib, kuzovga tegmaydigan qilib, xohlagan joylarga svarka qildirib qo'yadigan bo'lsanglar, chotki holatda nazorat qilaverasizlar.